Yana bir muhim ma'lumot, diniy mazmundagi materiallarni olib kirish, tayyorlash va tarqatish qonun tomonlama taqiqlanadi. Bu haqida Vazirlar Mahkamasini 180 sonli qarorini bitta ko'zdan kechirib chiqinglar va bunda siz qarorlarni, qonun qoidalarini bilmasliginglar sizni javobgarlikdan, jazodan xalos qiladi deb o'ylamanglar. Buning uchun huquqiy savodxonligimizni oshiramiz va yangi o'sha nashrdan chiqayotgan, qabul qilinayotgan hamma qaror va qonun qoidalarimizda bilib, bu haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Qo'shimcha qilib shuni aytish joiz deb bildimki, mana shu diniy mazmundagi materiallarni ko'rishinglar, eshitishinglar mumkin, o'sha kitob bo'lsa o'qishinglar mumkin, lekin o'sha diniy ishlar bo'yicha qo'mitani maxsus ruxsatnomasi bo'lgan mana shunaqa diniy materiallarni ko'rishinglar mumkin. Lekin o'sha yana ta'kidlab o'taman, tarqatish mumkin emas. O'sha bir-biringlarga tarqatmanglar. Uni faqat o'zinglar mana Instagramlarda chiqib keladi har xil diniy talqindagi o'sha video roliklar. Ularni eshitib, o'zinglar ko'rib o'tirishinglar mumkin. Mana shu narsalarga ham ozgina sergak bo'lasizlar. Hamda agar kitoblarni sotib oladigan bo'lsanglar, maxsus QR kodi bo'lgan, o'sha galogenovый nakleykasi bo'lgan kitoblar olish kerak.